Salom, bu Nimadir TV. Bugun biz sizni tarixdagi eng sirli va jumboqli voqealar olamiga olib kiramiz. Bu sirlar asrlar davomida olimlar, tarixchilar va hattoki oddiy odamlarni ham hayratga solib kelmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu sirlar sizni befarq qoldirmasligi aniq. Demak, top 5 jumboqli voqealar. Tasavvur qiling, koinotdan bir signal keldi. Faqat bir marta va juda kuchli. 1977-yilning 15-avgustida Ogayo shtatidagi Big Air nomli ulkan radioteleskop osmonni kuzata turib, koinotdan kelayotgan radio to'lqinlarni tinglayotgan edi. Kutilmaganda teleskop qog'ozga tushirgan rasmlar orasida g'alati ketma-ketlik paydo bo'ldi. 6EQUG5. Bu oddiy kod emas edi. Bu signalning kuchini ifodalovchi belgilar edi. Astronom Jerry Eman uni ko'rib yoniga bir so'z yozdi. Wow! Shundan beri bu hodisa butun dunyoga wow signal nomi bilan mashhur bo'lib ketdi. Signal 72 soniya davom etadi. Bu teleskop yer aylanishi tufayli osmonning bir nuqtasini kuzata oladigan maksimal vaqt. Faqat bir yo'nalishdan keladi, keyin yo'qoladi. Qayta hech qachon topilmaydi. Endi sizga o'sha sirli signaldan qisqa parchani eshittiramiz. Xo'sh, bu signal nimasi bilan g'alati edi? Sababi shundaki, signal juda kuchli va juda aniq chastotada qayd etilgandi. Tabiiy shovqinga umuman o'xshamasdi. Uning muhimligi signal kosmik manbadan kelgan sayyoralararo aloqa ehtimolini ko'rsatgan edi. Chunki agar boshqa sivilizatsiya biz bilan aloqa qilmoqchi bo'lsa, aynan shu chastotani tanlashi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Shundan beri olimlar turli izohlar berishdi. Ba'zilar uni yulduzlararo gaz bulutining yorqinlashishi tufayli yuzaga kelgan tabiiy hodisa deb hisoblashdi. Boshqalar kometalar atrofidagi vodorod buluti sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Eng mashhur variant esa bu boshqa ongli mavjudotlar tomonidan yuborilgan aloqa signali bo'lish mumkinligi edi. Jerry Eman o'zi ham keyinchalik wow signali yer yuzidan tashqaridagi intellektdan kelgan bo'lish ehtimoli bor deb aytgan. Keyingi 10 yilliklarda turli observatoriyalar signalni qayta qidirishga harakat qildi, ammo hech qachon takrorlanmadi. Bu hodisa ilm-fan tarixidagi eng sirli radio chaqiriqlardan biri bo'lib qolmoqda va hanuzgacha odamlarni hayratda qoldiradi. Agar bu signal xabar bo'lgan bo'lsa, nega faqat bir marta kelgan? Agar u tasodifiy hodisa bo'lgan bo'lsa, nega u aynan sun'iy signalga o'xshagan? Agar u tabiiy manbadan chiqqan bo'lsa, nega hozirgacha o'xshashi topilmadi? Shu savollar sabab wow signal hanuz sirligicha qolmoqda. (1912-yil) Polshalik kitob savdogari Wilfrid Voynich Italiyadagi qadimiy monastirdan noyob qo'lyozma sotib oladi. Qo'lyozma 240 sahifadan iborat edi. Bir qarashda oddiy kitobdek, ammo varaqlarni ochganingizda sirli belgilar, g'aroyib rasmlar, noodatiy o'simliklar ko'zga tashlanadi. Bu yozuvni hech kim o'qiy olmaydi. Unda noma'lum yozuv tizimi, noodatiy botanika chizmalari, yulduz xaritalari, biologik diagrammalar bor. O'simliklar hech qayerda uchramaydi. Yulduzlar tartibi ham g'alati. Go'yo boshqa dunyoga tegishlidik. Qo'lyozma ichida g'alati rasmlar ham bor edi. Noma'lum o'simliklar, mexanizmlar, yalang'och ayollarning suyuqlik bilan to'la vannalardagi tasvirlari. Olimlar o'nlab yillar davomida uni o'qishga harakat qilishdi. Ikkinchi jahon urushidagi Amerika Qo'shma Shtatlari shifrchilar jamoasi, NASA mutaxassislari, zamonaviy sun'iy intellekt tizimlari, kriptologlar, tilshunoslar ham o'rganishdi. Ammo natija yo'q. Hech kim bu kitobning mazmunini tushuntira olmadi. Ba'zilar uni kodlangan ilmiy asar deb ham hisoblashdi.
Boshqalar esa hazil tariqasida yaratilgan soxta kitob bo'lishi mumkinligini aytishadi. Nazariyalar ko'p. Bu qadimiy shifokorlarning bilimlari yashirilgan kitob yoki ayollar salomatligiga bog'liq tibbiy qo'llanma, balki noma'lum sivilizatsiya yoki boshqa dunyo bilan bog'liq yozuv degan nazariyalar bor. Ammo hech biri to'liq isbotlanmagan. Kitob hanuzgacha jumboq. Hech kim uni o'qiy olmaydi. Hech kim muallifini bilmaydi. Radiokarbon tahlili shuni ko'rsatdiki, kitob 1404-yil, 1438-yillar orasida tayyorlangan. Demak, bu zamonaviy hazil emas. Eng bezovta qiladigan savol shu: agar bu yolg'on bo'lmasa, unda bu kim uchun yozilgan? Bugungi kunda Voynich qo'lyozmasi Yale instituti kutubxonasida saqlanadi. Uni ko'rgan har bir kishi bir savolni o'ylaydi. Bu kitob aslida nima haqida? Voynich qo'lyozmasi hech kim o'qiy olmaydigan kitob nomi bilan tarixda qoldi. (1587-yil yozida Ingliz mustamlakachilari Shimoliy Karolina qirg'og'idagi Roanoke oroliga kelishadi. Ular bu yerda yangi hayot boshlash va yangi mustamlaka qurish niyatida edi. Koloniyaga John White boshchilik qilardi. Bu oddiy ekspeditsiya emas, Angliyaning doimiy koloniyasi bo'lishi kerak edi. Ular uylar qurishadi, yerga urug' sepishadi, lekin oziq-ovqat kam, sharoit og'ir edi. Mustamlakachilar umid bilan yashashga harakat qilgan bo'lsalar-da, ochlik, kasallik va mahalliy qabilalar bilan tarangliklar ularning hayotini yanada murakkablashtiradi. John White yordam olish uchun Angliyaga qaytadi. U 3 oy ichida qaytib kelishni rejalashtiradi. Ammo urushlar, siyosiy muammolar va dengizdagi xavfli vaziyatlar sababli u orolga faqat 3 yildan keyin qaytib keladi. 1590-yilda u orolga qaytganida dahshatli manzaraga duch keladi. Butun koloniya g'oyib bo'lgan. Uylar bo'sh, odamlar yo'q. Jang izi ham, jasadlar ham yo'q edi. Faqat bitta narsa bor: daraxtga o'yib yozilgan so'z. Croatan. Bu so'z go'yo sirli xabar, oxirgi iztirobli chaqiriq edi. Bu yozuv nimani anglatardi? Mustamlakachilar Croatan oroliga ko'chib ketganmi yoki mahalliy qabilalar bilan qo'shilib yashashganmi? Yoki ularni noma'lum kuch yo'q qilganmi? Hech kim bilmaydi. Ba'zi tadqiqotchilar kolonistlar mahalliy hindular bilan aralashib ketganini taxmin qilishadi. Boshqalar esa ularni ochlik va kasallik halok qilgan deb o'ylashadi. Yana bir nazariya esa ularni kutilmagan tabiiy ofat, bo'ron, suv toshqini yoki boshqa falokat yo'q qilganini aytadi. Roanoke koloniyasining yo'qolishi haqida turli nazariyalar ilgari surilgan. Mahalliy hindular hujum qilganligi ehtimoli bor. Koloniyadagilar qabilalar tomonidan yo'q qilingan bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat tanqisligi ham ularni boshqa joyga ko'chishga majbur qilgan bo'lish ehtimoldan xoli emas. Croatan oroliga ko'chish nazariyasi esa yozuvning bevosita ma'nosiga asoslanadi. Sirli kuchlar haqida gapiradiganlar esa bu voqeani mistik hodisa yoki noma'lum sivilizatsiya bilan bog'lashadi. Ammo hech biri to'liq isbotlanmagan. Eng qo'rqinchlisi shu: bir kechada hech qanday iz qoldirmay butun jamoa yo'qolgan. Bugungacha aniq javob yo'q. Roanoke koloniyasi yo'qolgan koloniya nomi bilan tarixda qoldi. Bu voqea nafaqat yozuvchilarni, tarixchilarni, kinorejissyorlarni va oddiy odamlarni ham hayratga solib kelmoqda. (1959-yil fevral oyida Ural tog'larida yuz bergan Dyatlov dovoni fojiasi hanuzgacha insoniyatni hayratga solib kelmoqda. Igor Dyatlov boshchiligidagi Ural Politexnika institutining tajribali talabalaridan iborat guruhi qishki yurishga chiqadi. Ulardan biri kasalligi sabab orqaga qaytadi. Qolgan 9 kishi esa davom etadi. Guruh qorli dovondan oshib o'tmoqchi bo'ladi. Kechasi chodir tiklashadi. Hamma joy sokin. Keyin nimadir o'zgaradi. Tunda noma'lum vahima boshlanadi. Hech kim gapirmaydi. Hech kim kiyim ham kiymay tashqariga otiladi. Chodirni eshik tomondan emas, pichoq bilan matoni kesib chiqishadi. Ular qorong'ida tashqariga yuguradi. Ba'zilar yalangoyoq, ba'zilar ko'ylaksiz. Ertalab hech kim yo'q. Oradan bir necha kun o'tib, ularning hammasi sirli tarzda halok bo'ladi. Qidiruv boshlanadi. Avval 2 jasad topiladi, daraxt ostida, qo'llari kuyib ketgan holda. Keyin yana 3 kishi qorga yuztuban yotgan.
go'yo chodirga qaytmoqchi bo'lgandek. Eng oxirgi 4 jasad esa oylar o'tib topiladi. Qor ostida, suv bo'yida. Ularning jarohatlari dahshatli edi. Qovurg'alar singan, bosh suyaklari yorilgan, lekin terida deyarli jarohat yo'q. Avtohalokatdagidek kuchli zarba, ammo mashina yo'q, odam yo'q. Bir qizning tili yo'q edi. Ayrim jasadlarda radioaktiv izlar ham aniqlangan. Bu tafsilotlar hodisani yanada sirli qiladi. Hudud to'liq yopiladi, hujjatlar esa maxfiylashtiriladi. Lekin hech kim bu nimani anglatishini tushuntirmaydi. Olimlar turli nazariyalarni ilgari surishdi. Qor ko'chkisi chodirni tark etishga majbur qilgan bo'lishi mumkin. Harbiy sinovlar, raketa yoki portlash natijasida yuzaga kelgan kuchli zarba, tabiiy hodisa, infratovush, shamol yoki boshqa fizik ta'sir. Kosmik nazariya. Ayrimlar bu noma'lum kuch yoki boshqa sivilizatsiya bilan bog'lashgan. Sovet tergovchilari esa o'sha paytda hodisani majbur qiluvchi tabiiy kuch natijasi deb yopib qo'yishadi. Ammo hech bir izoh to'liq isbotlanmagan va voqea hanuzgacha ochilmagan sir sifatida qolmoqda. Mahalliy aholi dovonda ba'zan tunlari shamol bilan birga odam qichqirig'iga o'xshash ovoz eshitiladi deyshadi. Bu tasodifmi yoki u yerda hali ham nimadir bormi? Shu savol sabab bu voqea hanuz odamlarni tinch qo'ymaydi. Dyatlov dovoni fojiasi haqida kitoblar yozildi, filmlar suratga olindi, hujjatli dasturlar tayyorlandi. Lekin hali hanuz bu savol ochiqligicha qolmoqda. Hamma jumboqlar ichida eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'lgan voqeaga ham yetib keldik. 1971-yil avgust oyida Ispaniyaning kichik Belmis de la Moraleda qishlog'ida g'ayrioddiy voqea yuz berdi. Oddiy uy, oddiy oshxona, lekin bir kuni pol ustida g'ayrioddiy odam yuziga o'xshash qoramtir dog' paydo bo'ladi. Chizilgan va bo'yalgan emas, o'zi chiqqan. Yuz juda aniq edi. Avvaliga tasodifdek tuyuladi, lekin keyin yana boshqa yuzlar paydo bo'ladi. Uy egasi Maria Gomez Pereira bu hodisadan hayratga tushadi. Polni yuvadi, o'chirishga harakat qiladi, lekin yuzlar yo'qolmaydi. Ular yana paydo bo'ladi. Hatto polni buzishadi, qaytadan beton qo'yishadi. Lekin bir necha kundan keyin uy ichida o'nlab yuzlar paydo bo'ladi. Go'yo kimlardir ichkaridan qarab turgandek. Yuzlari bir xil emasdi. Ba'zilari kulimsiraydi, ba'zilari qayg'uli, ba'zilari dahshatli qaraydi. Eng g'alati tomoni, yuzlar vaqt o'tib o'zgaradi. Ko'zlari harakatlangandek tuyuladi. Ba'zilari yo'qolib, yangilari paydo bo'ladi. Bu voqea tezda butun Ispaniyaga tarqaladi. Odamlar uyga oqib keladi. Yuzlarni o'z ko'zi bilan ko'rishni istaydi. Ba'zilar ularni ruhlar deb biladi. Ba'zilar esa bu shunchaki kimyoviy reaksiya, beton va namlikning tasodifiy o'yini deydi. Lekin hech kim aniq isbotlay olmaydi. Tergovchilar keladi, olimlar tekshiradi, hatto polni kesib olib laboratoriyaga olib ketishadi. Natija esa sirli. Yuzlar sun'iy chizilmagan, bo'yoq yo'q, kimyoviy izoh topilmagan. Ular go'yo betonning o'zidan chiqayotgandek. Keyinchalik uy ostida eski qabriston bo'lganligi aniqlanadi. Ba'zi manbalarda o'rta asrlarga oid dafn joylari bo'lganligi aytiladi. Yillar o'tadi, yuzlar o'zgarishda davom etadi. Ba'zida yangi yuzlar paydo bo'lsa, ba'zida eski yuzlar yo'qoladi. Go'yo ular yashayotgandek, go'yo ular gapirayotgandek edi. 50 yildan ko'p vaqt o'tdi, biroq bugun ham Belmis uyi sirli joy sifatida qolmoqda. Odamlar keladi, yuzlarni ko'radi, suratga oladi. Ba'zilar esa tunlari uydan pichirlash ovozlari eshitiladi deydi. Bu tasodifmi yoki u yerda haqiqatdan ham nimadir yashayaptimi? Belmis yuzlari haqida ko'plab nazariyalar ilgari surilgan, ammo hech biri to'liq isbotlanmagan. Hech kim bu hodisani to'liq tushuntira olmagan. Bugun siz bilan insoniyatni o'ylantirib kelayotgan eng sirli voqealarni ko'rib chiqdik. Xo'sh, siz o'zingizning top 5 ro'yxatingizga qaysi voqealarni kiritgan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Bu biz uchun juda muhim. Nimadir TV'ni kuzatishda davom eting.